Arashandan tez daromadga chiqish uchun zo'r yo'lni ko'rsataman. Arashan yaxshi rivojlansa, tez daromad olib keladi. Arashan uchun har kuni bir xil vaqtda yem bering. Ertalab va kechqurun 2 marta. Beda, arpa, omuqda yem, har birini me'yorida. Doim toza va yangi suv bo'lsin. Suv yetishmaydigan holda arashan stressga tushadi va o'sishi to'xtaydi. Bu eng oddiy va eng muhim qoida. Arashan katta hayvon, keng joy kerak. Zich joylarda kasal bo'ladi, stress ko'payadi, o'sishi sekinlashadi. Har bir arashan uchun yetarli maydoni bo'lsin. Molxonani muntazam tozalab turing. Iflos muhit, parazit va kasallik manbai. Yiliga kamida bir marta to'liq dezinfeksiya qiling. Arashanini vaqtida cho'miltiring. Jun ichida parazitlar ko'payib ketadi. Mavsumda muntazam cho'miltirish terisini sog'lom saqlaydi va tez o'sishga yordam beradi. Parazit arashan o'sishining yashirin dushmani. Qurt va parazitlar ovqatdan olinadigan barcha foydali moddalarni yeb qo'yadi. Muntazam davolash o'sishni tezlashtiradi. Yem ratsioni, toza suv, keng joy, toza muhit, cho'miltirish, parazit nazorati mana arashan tez rivojlanishining sirlari. Siz qanday parvarish qilasiz? Pastga yozing. Nur chorvasini kuzatib boring.